Assalomu alaykum. Hozir sizlar bilan savdo faoliyatini avtomatlashtirish uchun mo'ljallangan Smart Trade dasturi haqida gaplashamiz. Dasturga administrator huquqi asosida mana kirib olamiz. Dasturdan foydalanuvchilarni hammasini o'zini login paroli bo'ladi. Ularni vazifasiga qarab turib, qaysi menyulardan foydalanish kerakligini administrator belgilab beradi. Dasturga kirishimiz bilan bizga qisqacha statistik ma'lumotlar ko'rsatib o'tiladi. Misol uchun kunlik savdo summasi, oylik savdo summasi qancha bo'lgan, soni, to'p tovar, to'p mijozlar va foyda xarajat grafik ko'rinishda. Demak, birinchi qilinadigan ish mahsulotlarni kirim qilishdan boshlanadi. Demak, tovar kirimi bo'limidan yaratish qilamiz. Mana bu yerdan mahsulot yetkazib beruvchini tanlab olamiz. Ya'ni kimdan yuk olyapmiz? Hozir bizda bitta zavod bor. O'sha hamma o'zini mahsulot yetkazib beruvchilarni yaratib oladi. O'shalardan yuk olgan paytda shuni tanlab turib, prixod qilinadi yuklar. Mana shu olgan yukni summasiga qarab, ular bilan hisob-kitob qilinadi. Ya'ni shu olingan yuk bo'yicha ulardan qarzdor bo'ladi, pul bersa, qarzdan ayriladi, xuddi shu holatda sferga ketadi. Demak, mana bu yerga qaysi tovarni prixod qilishimiz kerakligini yozamiz. Misol uchun qozoq 1, sort 1. Demak, necha qop? 50 qop. Demak, 50 qop bo'lgandan keyin 2500 kilogramm bo'lyapti mana jami kilogrammi. Bu tovarni biz bir qopida 50 kilogramm bor deb yaratilgan. Shuning uchun xuddi shu holatda hisoblab beryapti. Xo'p. Demak, qo'qon sort 1 25 kilogrammlisidan misol uchun 100 qop, mana bu ham 500 bo'ldi. Telefon Samsung S22 10 ta. Sizlarga tushunarli bo'lishi uchun har xil turdagi tovarlardan yaratib qo'yganmiz. Misol uchun mana armaturadan 100 ta. Bu bittasida 11.7 metrdan bo'ladi. Mana 1170 metr prixod bo'lyapti 100 ta armatura. Prixod qildik. Demak, sok misol uchun sok mana monor anor sokdan 10 pachka deyapmiz. Demak, 120 ta prixod bo'lyapti. Bir pachkasida 12 tadan bor. Xuddi shu holatda yaratilgan tovarlarni prixod qilib ketaveramiz. Agar yangi tovar bo'ladigan bo'lsa, mana bu yerdan kategoriya yozamiz. Misol uchun, hop, telefon deylik. Telefon Redmi 13 deylik. Enter'ni bossak, bizga tovarning ma'lumotlarini to'ldirish oynasi mana bu upakovkasiga bir pachkasi nechta bo'lishi? Bir pachkasida bitta bo'ladi telefon. Kelish narxi, misol uchun 5 million so'mda, sotish narxi misol uchun 6 million. Mana shunday holatda mana 10 ta deb turib, yangi tovardan xuddi shu tartibda prixod qilib ketilaveradi. Saqlash knopkasini bosamiz. Demak, mana tovarlar bizga kirim bo'ldi. Demak, tovar kirimidan tovar prixod qildik. Mana bu tovarlar bo'limi bizda ostatkamizda bor tovarlar. 10 ta bor, 2500 kilogramm, 50 qop, pachka umumiy miqdor ko'rinishda ko'rinib turadi. Mana shunday holatda mana tovar ostatkamiz. Kirim qilsak shunga qo'shiladi, savdo qilsak shundan ayriladi. Bu yerda umumiy ostatkamizni ko'rib turamiz. Va yana nima qo'shsa bo'ladi? Tovarga rasm qo'shsa bo'ladi. Mana bu orqali mo'y kompyuterdan rasmni tanlab turib yuklab qo'ysak bo'ladi. Bu dasturning mobil ko'rinishi bor. Ya'ni sotuvchilar telefon orqali savdo qilib, zakaz yozib, vazurat va hokazo ostatkalarni ko'rib yurishlari mumkin. O'sha holatda tovarlar rasmlari bilan ko'rinib turadi. Xo'p, endi savdo oynamiz. Eng asosiy oyna bu o'sha ish boshlangandan ish tugaguncha magazinda ochiq turadigan oyna. Bu yerda mana bu yerdan qaysi mijozga savdo qilinayotganini yozamiz. Hozir bizda xaridor turibdi. Bu xaridor oddiy mijoz deb qarab oladigan bo'lsak, bunga nasiyaga savdo qilib olmaydi. Ya'ni shunchaki kirib turib, qaysidir tovaringizni olib chiqib ketyapti. Misol uchun mana qozoq 1 dan misol uchun 20 kilo sotaylik. Yoki mana bu pachka degan joyiga misol 1 qop deb yozsak, ya'ni 1 pachka yozsak 50 kilo urib qo'yadi. Enter 210 ming so'm pul bo'ldi. Va yana
mana shunday holatda ro'yxat shakllantirib olamiz. Mana demak, bir qop qozoq birinchi sort 50 kilogramm, bir qop 25 kilogrammdan bu ham 25 kilogramm, umumiy 297.500 so'm bo'lyapti. Demak, 297.500 so'm naqd pul olyapmiz deb yozib, sotish tugmasini bosishimiz kerak. Agar mana shu pulni yozmasdan turib biz sotish knopkasini to'lamagan pul mavjud chiqadi. Demak, bu xaridorligi uchun. Bunga nasiyaga savdo qilib bo'lmaydi. 297.500 so'm sotish, okey. Bo'ldi, mana savdo amalga oshdi. Mana bu yerda pitichka turibdi. Agar bizda chek printer ulangan bo'lganda, savdo bo'lishi bilan bizga chekni pechat qilib beradi. Yoki yuk xatiga bosib turib, bu yerdan ham pechat chek qilib chiqarib olish mumkin yoki pechat ator qilib qog'oz variantida misol uchun nakladnoy chiqarishimiz mumkin. Bu asosan o'sha ko'p optim savdo qiladiganlar uchun, nakladnoylar bilan ishlaydiganlar uchun qulay. Nakladnoyni chiqarib yukka qo'shib berib yuborilaveradi. Xo'p, endi mijoz bilan, misol uchun mana bu yerda mana mijoz yozsak, Akmal deb yozsak, mana Akmal Muxtorov chiqadi. Uni ma'lumotlari mana. Oxirgi tashrif, demak, просто yaratilgan, hali jarayon bo'lmagan deyapti. Misol uchun 0603 da yaratilgan deyapti. Balans 0, hech qanaqa qarzdorligi yo'q. Ana endi bunga sotamiz. Samsung sotamiz. Misol uchun bitta, misol uchun Redmi sotamiz. Bitta 15.300.000 bo'ldi. 5 million misol 300 ni to'ladi, 10 million nasiya qolyapti, qarz qolyapti. Sotish knopkasi bilan savdo amalga oshirilaveradi. Endi keyingi safar kelganda Akmal Muxtorov yozsak, mana 5.300.000 so'm mana pul to'lagan 0616 da kelgan deb ko'rsatyapti bizga va 10 million so'm qarzi bor. Yana savdo qilib ketilaveradi yoki pul to'lanadi va hokazo jarayon amalga oshirilaveradi. Mana bu knopkamiz orqali shu yerda o'zida mijozi sverkasini ko'rishingiz mumkin. Mana 15.300 lik tovar olgan, 10 million qarz bo'lyapti, mana 5.300 bizga pul to'layapti. Oxirgi holat 10 million qarz bo'lib qolyapti. 10 million qarz, 5.300 pul to'layapti, 10 million qarz bo'lib qolyapti mana. Xo'p, endi yangi mijoz yaratish. Demak, misol uchun Sanjarbek degan mijoz, bu mijoz mana topilmadi. Yangi mijoz enterni bossak, buni telefon raqamini yoz deydi. 99 897 misol 214 12 22 deb turib enter bossak, mana mijoz yaratiladi. Bunga ham endi savdo qilib ketaveramiz. 9300 pul to'lamadi. Savdoni bossak, savdo mana amalga oshib ketaveradi. Endi Sanjarbek keladigan bo'lsa, 9300 qarzi bor. Xuddi shu jarayonda mana shu savdo oynada ertalabdan kechgacha mana shu savdo qilinib, pul qabul qilinib, ishlar ketilaveradi. Pul kirim qilish mumkin, mana Sanjarbekdan просто tak pul kirim qilib olinadi. Pul chiqim qilish mumkin. Yuk xati orqali o'sha sotgan mahsulotlarimizdan nakladnoylarni chiqarib olish mumkin. Buni hozir ko'rdik. Demak, xotiraga olish, xotiradan chiqarish va hokazo funksiyalari bor. Xo'p, endi kassa bo'limiz. Mana kassa bo'limida mana 5.597.500 so'm naqd pul yig'ilyapti. Demak, mana Akmal Muxtorovdan xaridordan mana 2 marta pul kirim bo'lgan. Nasiya olib kelinadigan bo'lsa, mana shu yerda o'zini plus qilib yozaveramiz. Mana Akmal Muxtorov yozsak 10 million qarzi bor. 5 millionni misol berdi. Izoh eski nasiya berildi. Vaziyatga qarab qanday izoh yozib, o'zlaring tanlaysizlar, izohlar yozib pul kirim qilinaveradi. Mana saqlash knopkasi mana pul kirim qildi. Xo'p, endi agar savdo oynadan ko'rgan taqdirimizda ham mana miqdori 5 million mana bu yerda qarzi bor. Pul kirimdan ko'rganda ham miqdori 5 million qarzi qolyapti. Va mana bu yerda mijozlar bo'limiz, mana bu yerda hamma qarzdor mijozlar ro'yxati turadi.
2 marta chertsak, buni sverkasi mana eski nasiya berildi. Mana 5 million pulimiz. 5 million 300 bergan, 10, mana oxirgi holat 5 million qarzda turibdi. Xo'p, yana qisqacha mana hisobotlar bo'limidan ham bir ko'rsatib qo'ying. Hisobotlar bo'limida ombor sklad hisoboti, tovar qoldig'i bo'yicha, kirim bo'yicha, kirim chiqim, umumiy sotilmayotgan tovarlarning ro'yxati. Mana bu armatura bilan nimadir anor sok prihod qilganmiz, sotilmayapti. Demak, mana bu bir kun sanab turibdi-da, bu yerga biz bir oyni qo'yadigan bo'lsak, shu bir oy ichida qaysi tovarlar sotilmay turib qolyapti, ro'yxatini olishimiz mumkin bemalol. Har bitta hisobot bo'yicha mana bunday Excelga tortib olamiz. Kassa moliya hisoboti. Qancha savdo bo'ldi, tan narxida qancha foyda bo'lyapti, sof foyda sanama-sana ko'rinib turadi. Pul aylanmasi, kassaga kirim chiqimlar. Foyda hisoboti, qaysi savdodan qancha foyda qolyapti, qaysi sana oralig'ida umumiy foyda summa, zarar summa, dollarda, so'mda qilib turib buni ko'rish mumkin. Firma balansi, savdo hisoboti, savdolarning ro'yxati, sotilgan mahsulotlar umumiy kimga qachon sotilgani, umumiy umumiy summalari. Umumiy holatda vazirotlar bo'yicha xuddi shunday hammasini Excelga tortib olaverasizlar. Misol uchun sotilgan mahsulotlardan sotuvchilar bo'yicha ham ajratib olasiz. Qaysi mahsulot yetkazib beruvchingizni mahsulotlari bo'yicha mijoz, misol uchun bitta mijoz bilan Akmal Muxtorov shu ikkita vaqt oralig'ida misol uchun bir oy qo'yib olish mumkin buni. Birinchi misol uchun 30-gacha deb turib, mana bir oy vaqt mobaynida qancha mana shu Akmal Muxtorov qaysi mahsulotlarni sotib olgan va hokazo. Xo'p, tovarlar sotuvi, muddat o'tgan tovar sotuvi bo'yicha mening mijozlarim, bu yerda mijozlar haligi oxirgi marta qachon tashrif buyurgan va oxirgi marta nima amaliyot bajargan va necha pul qarz borligi. Misol uchun ba'zi bir klientlar oylab yo'qolib ketishi mumkin. Shu payti mana shu bo'limdan sizlar bemalol Excelga olib turib, undirish bo'yicha shug'ullanishingiz mumkin. Misol uchun oxirgi marta 16-sanada kelgansiz ekan, o'sha payti pul bergansiz, shu bilan yo'qsiz, shunga o'xshagan ma'lumotlar olinadi bu yerda. Demak, qisqacha shular. Agar kimga dastur qiziq bo'lsa, pastda telefon raqamlarini qoldiramiz, bemalol bog'lanishlari mumkin. Hozircha qisqacha tanishtirdim. Dasturda ko'pgina funksiyalari bor. Misol uchun bir nechta savdo nuqtalari bilan ishlaydi. Misol uchun mana omborgut yoki bir nechta magazin, hammasiga alohida xodim, alohida yuklarni prihod qilib, bemalol mana tovar transferi orqali bir-biriga yuk o'tkazib ishlab ketishlari mumkin. Xarajatlar, maoshlar shunday. Har xil turdagi savdo nuqtalariga bemalol o'sha kiyim-kechak bo'ladimi, qurilish mollari, misol material, gilam, shunga o'xshagan istalgan turdagi savdo obyektlariga tushib ketadi dasturimiz. Hammaga rahmat. Kimga qiziq bo'lsa, o'sha pastda telefon raqamlarini qoldiramiz, bemalol bog'lanishlari mumkin.